Ukraina dronlarining Tataristonga qilgan hujumi oqibatida 7 nafar O'zbekiston fuqarosi halok bo'ldi. Hozir shu haqida. Ukraina dronlari 10-avgust kuni ertalab Nijnekamskka hujum qildi. Tatariston rahbari Rustam Minixanovning matbuot xizmati 13 kishi halok bo'lganini, 75 kishi tibbiy yordamga murojaat qilganini, ulardan 21 nafari kasalxonaga yotqizilganini xabar qildi. Rustam Minixanovning qaroriga ko'ra, halok bo'lganlarning oilalariga 2 million rubldan kompensatsiya to'lab beriladi. Ular orasida afsuski O'zbekiston fuqarolari bor. O'zbekistonning Qozon shahridagi bosh konsulxonasiga ko'ra, halok bo'lgan 13 kishidan 7 nafari O'zbekiston fuqarosi. Xabarda yozilishicha, hozirda voqea konsullik tomonidan nazoratga olingan, mahalliy mas'ul idoralar va tergov organlari bilan zarur aloqalar o'rnatilgan. Sud, tibbiy ekspertiza va zarur rasmiy jarayonlar yakunlangach, marhumlarning jasadlari O'zbekistonga olib kelinadi. Asosiy nishonlar neftni qayta ishlash zavodlari bo'lgan. Rasmiylar esa ham sanoat, ham fuqarolik obyektlariga zarba berilganini aytishmoqda. Xususan, Nijnekamsk meri Radmir Belyayev dronlar turar joylarga ham zarba berganini ta'kidladi. Uning aytishicha, halok bo'lganlar orasida bir nafar bola ham bor. Hozirda Tatariston Respublikasida motam e'lon qilingan. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi Nijnekamskdagi Taneka neftni qayta ishlash zavodiga Ukraina dronlari hujum qilganini ma'lum qildi. Checheniston rahbari Ramzan Kadyrov ham hodisaga munosabat bildirarkan, bu voqeani umumiy Kavkaz fojiasi sifatida ko'rishini ma'lum qildi Telegram sahifasida. Rossiya Mudofaa vazirligi esa kechasi havo mudofaasi kuchlari Rossiyaning 16 ta mintaqasi, shu jumladan Tatariston ustidan 456 ta Ukraina dronini ushlab yo'q qilganini ma'lum qildi. 3 kunda tugashi kerak bo'lgan urush mana 1629 kunki tugay demayapti. Oxiri ko'rinmas bu baloning jabri afsuski to'g'ridan-to'g'ri o'zbek xonadonlarigacha kirib kelyapti. Marhumlarning oila a'zolariga biz ham o'z hamdardligimizni bildiramiz. Keyingi videolarda yaxshi xabarlar ostida ko'rishish nasib qilsin. Salomat bo'ling.